Xitayning Sharqi Turkistonda Uyg'ur va boshqa millatlarga qaratgan kishilik huquq tajovuzchiliklarga qarshi turish uchun Belgiya poytaxti Brüsselda yurish faoliyati o'tkazildi. Belgiya Uyg'ur uyushmasi tarafidan uyushtirilgan faoliyatga nurg'un ommaviy tashkilotlar va turklar ishtirok qildi. Namoyishchilar bayonot e'lon qilib, Xitoydan Uyg'urlarga qaratgan irqiy va madaniyat qirg'inchiligini to'xtatishni talab qildi. Shuning bilan birga Bosniya-Gersegovinaning poytaxti Sarayevoda Xitoy zulmiga qarshi namoyish o'tkazildi. Bu davlatda faoliyat olib berayotgan Misr birligining tirishchanligi bilan o'tkazilgan faoliyatga Xalqaro Sarayevo universiteti qarmog'idagi chegara otlagan xalqaroliq yoshlar klubi va Milliy turk taliblar birligi a'zolari qatnashdi. Uyghur Akademiyasi icraiya reisi Abdülhamid Qaraxan Efendi, Ankara Üniversitesi o'qituvchisi dotsent doktor Erkin Ahmet Efendi bilan Ankara'dagi Uyghur tadqiqot institutining yordamchi tadqiqotchilaridan Mamtili Mamtimin Efendi va Muhammad Ilhom Efendilar boshchiligidagi Sharqi Turkiston hay'ati 13 yanvar dushanba kuni tushdan keyin Saadet Partiyasi raisi Tamal Qaramulla o'g'li Efendi bilan ishxonasida ko'rishdi. Uchrashda akademiya nomidan Abdülhamid Qaraxan Efendi so'z qilib, Saadet Partiyasining Uyg'urlarni qo'llayotganligiga rahmatini aytdi va buningdan keyinmi izchil holda qo'llashini talab qildi. Arqadan Saadet Partiyasi raisi Tamal Qaramulla o'g'li Efendiga Uyg'ur tadqiqot instituti tarafidan tayyorlangan jazo lagerlari to'g'risidagi doklad sunish bilan birga Uyg'ur Akademiyasi tarafidan tayyorlangan vatan ichi sirtidagi hamda Turkiyadagi Uyg'urlarning mavjud masalalari kun tartibga kelib kelindi. Saadet Partiyasi raisi Tamal Qaramulla o'g'li Efendiga haqliq bo'lgan Sharqi Turkiston da'vosini qo'llaydiganligini va qo'ldan kelishicha Turkiyada Uyg'urlarga yordamda bo'lganligini ifodaladi. Xitoy pۇqrالىرىنىڭ chet el ommaviy taratqۇلارنى qo'llanishini cheklash bilan birga hukumat amaldorlari va diplomatlarning Facebook va Twitter qatorliq munbarlarni qo'llanishiga ruxsat qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Geng Shuang bu orqali chet eldagi kishilar bilan texmi yaxshi aloqa qilg'ili bo'lganligini va Xitoy siyosatlarining texmi yaxshi tashviq qilinganligini bildirdi. Xitoyda Facebook va Twitter qatorliq chet el ommaviy taratqulari cheklandi. Bularning o'rnida ishlatiladigan WeChat va Weibo bo'lsa, doiralarning jamiyatni ta'qib qilishiga fursat yaratib bermoqda. Hong Kongda namoyishchilarning ommaviy taratqularni unumli qo'llanishining Xitoyning bularga qarshi andishisini kuchaytganligi ilgari surilmoqda. Aylardan buyon hukumatga qarshi namoyishlar davomlashayotgan Hong Kongda doiralar kishilik huquq kuzatish tashkilotining bosh kotibi Kenis Rossning bu rayonga kirishiga ruxsat qilmadi. O kishilik huquq kuzatish tashkilotining yillik dokladini Hong Kongda axborot e'lon qilish yig'ini ichish orqali dunyoga e'lon qilishni planlagan. Hong Kong aerodromida to'sib qo'yilgan Kenis Ross Xitoyning dunyo miqyosida besimini kuchaytirishga urinishi bilan asosli huquq va erkinlikning tahdidga uchraganligini bildirdi. U yana Xitoyda erkin va sharafli yashash huquqi talab qilgan kishilarning necha 10 yildan buyon og'ir besimga uchrayotganligini ta'kidladi. Liviyada urush to'xtatish uchun Moskvada o'tkazilgan uchrashuvlarda kelishimga imzo qo'yish o'qituvchi Xaftarning qaroriga bog'liq bo'lib qoldi. Uchrashuvga qatnashgan Turkiya tashqi ishlar ministri Çavuşoğlu Xaftar tarafining seshanba kuni atdigangacha muhlat berishni talab qilganligini aytdi. Moskvada o'tkazilgan Liviya suhbati haqida Rossiya tashqi ishlar ministri Lavrov bilan birlikda axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan Çavuşoğlu urush to'xtatish kelishimi uchun kelishim moddallari tuzilganligini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti e'tirof qiladigan Liviya hukumatining bosh ministri Sarashning kelishimga imzo qo'yganligini, lekin Xaftar tarafining bo'lsa seshanba kunigacha vaqt talab qilganligini bildirdi.